Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi obzorimiz apalovkalarimiz bo'yicha, ya'ni bugungi apalovkalarimizdan birinchi o'rindagisi yirik bino quruvchilarimiz uchun kolonnalarimiz. Kolonnalarimiz 1 metr, 2 metr va 3 metr bo'ladi. Xuddi mana shu biz bo'yab qo'ygan ranglarimiz, bular listlarimizni qalinlik holatiga qarab chiqaveradi. Bu kolonnalarimizni 1 metri 1 million so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha bo'lgan summalarda belgilanadi. Keyingi obzorlarimiz, ya'ni biz ko'rayotgan ishlab chiqarish jarayonimizdagi apalovkalarimiz, ya'ni sesmalarimiz 27 santimetrdan boshlab to o'sha 1 metrgacha bo'lgan apalovkalarimiz hisoblanadi. Ya'ni 1 metrdan 27 santimetrgacha bo'lgan barchalari apalovka hisoblanadi va unda 27, 30, 40 santimetrgacha bo'lganlari sesma hisoblanadi. Bulardan biz ko'rayotganimiz bu 60lik Lego apalovkamiz. Bu alohida zakaz uchun qilganmiz. Ya'ni bu 3lik listdan bo'lgan apalovkamiz. Barcha tayyorlanayotgan apalovkalarimizning o'lchamlari bor. Ya'ni 40, 50, 60, 70, 80 va 1 metrgacha. Kimdir zakaz bermoqchi bo'lsa, bemalol chempion holatida ham, Lego holatida ham tayyorlab beraveramiz. 40lik apalovkalarimizda boshlang'ich summasi 6 million 200 ming so'mdan boshlanadi. To o'sha 1 metrgacha bo'lgan zakazlarimizni tayyorlab beraveramiz. Bunga asosan qo'shimchalarni beramiz, ya'ni o'qlari, syomniklari, o'q idishlari, kulishlarini to'liq qilib beramiz. Xo'p, yana biz alohida aytib o'tadigan narsamiz, bugungi holatdagi biz yangi ishlab chiqargan apalovkamiz bu koreyskiy apalovkamizning o'zbekcha varianti. Ya'ni kim qaysi holatda desa yasab beraveramiz. Listlarimizni o'rniga ham bemalol fanera bilan, ya'ni finskiy fanera bilan almashtirib bera olamiz. Xo'p, buni asosan vazifalari ishlash jarayonida 3 xil holatdan bemalol foydalansa bo'ladi. Ya'ni tayrot holati, clean holatlari, ya'ni cleandan bemalol foydalansa bo'ladi. Bolt gekali holatlari. Bularimizni summasi asosan yangi ishlab chiqarganligimiz uchun bularning summasi o'sha 20, 30, 40, 50, 60 santimetrlik bemalol tayyorlab beraveramiz. Bularning summasi 300 ming so'mdan boshlanadi. Baquvvat, ya'ni katta binolar qurish jarayonida to'liq foydalansa bo'ladigan apalovkalarimiz. Xo'p, o'sha oldingi videolarimizda ham ko'rsatib o'tgan apalovkamiz, ya'ni Lego apalovkamiz 50ligi. Buni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni kolonna, regel, monolit, oddiygina apalovka. Asosan voha taraflarga ishlab chiqarib beryapmiz. Voha tarafdagilarimiz quduq vazifasini, ya'ni hovuz vazifasini ham bemalol bajaryapti ekan, xuddi mana shu apalovkalarimiz orqali. Uyda burchaklariga ham. Buni eng asosiy yana bitta tushuntirib o'tadigan joyimiz, teshiklar surilishi orqali, ya'ni quyiladigan kolonnalarimizni santimetri kichrayib boraveradi. Ya'ni hozirgi holatda biz 50lik apalovkamizdan 40lik kolonna holatini to'g'rilab qo'yganmiz. Monolit holatida foydalansa bo'ladi. O'sha stoykalarimiz mana bitiralgan 370lik stoykalarimiz bemalol to'g'ri kelaveradi. O'sha biz yana apalovka jarayonida davom etayotgan bo'lsak, zinalarimiz uchun apalovkalarimiz, ya'ni buni o'sha biz oldingi videolarimizda ham ko'rsatib o'tganmiz. Bo'linish holatlari, ya'ni 7 pog'onali zinamizni teng yarmidan bo'linish, ya'ni 4 ga 3 holatda bo'linish qismlari ham bor. Summalarimiz 2 million 300 ming so'mdan 7 taligimiz, 5 taligimiz bor. Alohida buni 1 million 800 ming qilib beraveramiz. Kimga xuddi mana shu xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. O'sha manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod, ya'ni Kaminterindan bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Like bosish esdan chiqmasin.